Yangilik qilishda to'xtamaydigan magazin va kuniga 100 tadan ortiq chegirma qo'yadigan magazin. O'zbekistonda eskidan ishlab kelib, birinchi marotaba Nokialardan boya sotib kelayotgan 20 yillik mijozlarga ega bo'lgan House Mobile bugungi chegirmalar sizlarga e'lon qiladi. Assalomu alaykum. Albatta, Apple Watch soatsiz smartfon ishlashini tasavvur eta olmayman. Sizga ham eng so'nggi model Apple Watch 11 modelini atiga $305 ga yangi zaryad esa $50 turadi. Zaryadlilargacha qilib beriladi. Va Note 13 Pro Plus 5G ishonchni oqlay bilgan model. Oq rangda yangi A+ $230 ga haqiqiy elegantni smartfon. A56 smartfonlarimizni barcha ranglarini $330 dan qilib beraman. iPhone 16 Pro Max esa $1320 ga solishtirib ko'ring. Hamma joyda 1350 bo'lyapti. Galaxy S25 Ultra 980 $1020 dan qilib beraman inshaalloh. A36 modellarimizni Optum kelayotgan narxidan arzon. Redmi Note 14larimiz ko'ryapsiz, kolичество o'ta ko'p. Xudo xolasa narxlar zo'r. Qo'ng'iroq qilsalar, rabochiy telefonlarda hozir aytaman, yangilarida narxi har kuni o'zgargani uchun men aytaman, hamma joydan arzon qilib beraman inshaalloh. Sizga zamonning eng kuchli smartfoni e'tibor markazida bo'ling. iPhone 17 Pro modelini taklif etaman. Narxini esa 1320 chiqyapti va bundan chegirma qilgan holatda inshaalloh xo'p, siz uchun eng qulay narxda qilib beraman. Xo'p, hurmatli obunachilar, smartfonimiz narxi 1320 dan chegirma qilinadi, $1290 ga qilib beriladi. iPhone 13 Pro Max ni 128.97 $505 ga e'tibor bering. iPhone 13 Pro narxiga 13 Pro Max olyapsiz. Bugun iPhone 11 Pro oladigan kun. Bizga o'zimizga kelayotgan Optum narxlardan arzon. Ishoning, $256.92 $269 ga 64.98 $259 ga. iPhone XS 64 100 $190 ga. iPhone 11 ideal holatda 64.92% holat A- narxi esa $205 ga. iPhone X ni super arzon narxga 256 100lisini $150 ga qilib beraman. iPhone 14 ni esa iPhone 12 Pro dan arzon, iPhone 13 dan arzon narxda qilib beraman. $380 ga iPhone 14 bardoshli keramikadan ishlangan mustahkam smartfon. iPhone 14 Pro Max ni 128.90 ideal holatda $606 ga. iPhone 13 Pro Max ni o'z blogingizni yuritishingiz uchun 512 talik radniy holatda qo'shimcha imkoniyat eSIM gacha o'tgan kuchli taklif rad etish xato bo'lgan atiga $539 ga. iPhone 14 Pro ni qora rangli 256.94%lisi $555 ga. Bunaqa narxga 128 tadan olish qiyin masala. Va iPhone 15, iPhone 16 Pro Max 256.98 $1020 ga. iPhone 12 Pro ni $319 ga 128.90%lisi. iPhone 7 Plus 32 100%lisini $120 ga qilishga tayyormiz. Smartfonlar arzon, sifat esa yuqori. Bizga Note 20 Ultra'ni 1000 kilometrlab bosib kelishadi. Ultra imkoniyatlarning haqiqiy eshigini ushbu smartfon ochadi va bronza rangda $350 ga bas. Atiga $249 ga. S20 Plusdan ham arzon narxga. S20 Ultra'ni esa $259 ga super chegirmada. S20 ni esa atiga $250 ga, bilasiz, 300-290 dan kamiga yo'q bo'lgan model. S22 Ultra'ni 440 sotilayotgan bir vaqtda $379 ga. A16 lar 139, 145, 135 sotiladi. Bugun esa $120 ga. Yangidek zo'r holatda. $112 ga Redmi Note 13 120 dan kamiga yo'q bu model hech qayerda. Va holati o'ta go'zal holatda, ideal holatda, narxi esa $79 ga Redmi Note 10 5G. Islomiy rangda o'ta ideal yangidek variantda xudo xolasa. S10e smartfonlari kompaktni, elegantni, salafalari daja olinmagan $135 dan eng yangi holatda. S10 5G smartfonlari A+ segmentda yangidek holatda $185 dan. $180 dan S10 Plus bu ham katta va yorqin displeyga ega. S20lar narxini A- yangidek $190 ga, A+ $210 ga. iPhone XR dan iPhone 16 qilingan ideal holatda 64 100, narxi esa $209 ga. Qarang, A24 $120 ga zo'r narxda, $115 ga A32 5G ni yangisi va A34 da $145 ga $155 qilib beraman. Holati A+ va A- varianti islomiy rangda o'ta mukammal darajada.
S23 Ultra'ni Dubai variantini 510 ga qilib beraman. 52 dollarga A12 hammaning ishonchini qozongan. 99 dollarga ikkita sim kartali A26 modelimiz. Atiga 2 kun ishlagan smartfon rabochiy bo'ladimi aytingchi? Bu yangi narsa, salafalar ham olinmagan. Narxi esa super arzon narxga. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, mana ko'rib beraman, hurmatli obunachilar. Smartfon desert rangda, ideal sostanida 79 dollar evaziga. Bizda haqiqiy tezkorlikni sizga ko'rsatib bera olamiz. Xiaomi 15 da 600 dollarga yaqinga olgan ekan mijozimiz, full holatda yangi deya turibdi. Narxi esa 410 dollarga qilib berishga tayyorman. Haqiqiy zo'r chegirmani qilib berishga tayyorman. Honor X9 C modelimiz 12 ga 256 lik varianti 230 dollarga. Shoshiling, bunaqa ideallari qolmagan. Bu o'ta zo'r puliga arziydigan model. iPhone 6 Pro Max aqlli insonlarning tanlovi, haqiqiy premium hissiyot. Atiga 940 dollarga 256 90 dan baland 92%. 256 100 lik esa 1080 qilib beraman. Bilasiz, 1100 dan kam sotganimiz yo'q. Bugun arzon keldi, arzon qilib berish bizning vazifamiz. iPhone 15 Pro ni qora 90% 256 xotiralisini 819 dollarga qilib beraman. iPhone 15 Pro ni 118-86% zo'r sostanida juda ham arzon narxga qilib beraman. Aynan hozir 666 dollarga qilib berishga tayyorman. 195 dollarga iPhone 12 ideal American No Face ID S24 sizga super arzon narxga 465 dollar evaziga va 475 dollar evaziga ikkita S24 qora va grey ranglarini taklif etaman. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha biz birinchi filialdan qisman obzorda davom ettirdik. Ikkinchi filialdagi zo'r chegim bo'ladi. Pastda Telegram havolaga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar, ko'rib olinglar. Zo'r imkoniyatlarni taqdim etishda davom etamiz.